Assalomu alaykum qadrlik anglag'uvchilar. Misrlik yozuvchi Muhammad Ahmad Jadul Mavlaning Qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Qaynam. Saba davlati Yamandagi muayyana davlatining xarobasiga qurildi hamda uning tili, urf-odati va madaniyatiga varislik qildi. Sabaliklar mo'l boylikni qabul qilib, Sirvaqt degan joyda hayvatlik o'rda bino qildi. Keyin o'rdini u yerdan Mag'ribga yo'tkadi. Chunki Mag'ribning turmush sharoiti bir qadar yaxshi edi. Shunga ular u yerni poytaxt qilib belgiladi. Yamanning yer munbat, jilg'it jirolari taraf-tarafga tutishib ketgan mamlakat edi. Mamlakat bo'yicha tog'dan sel bo'lib keladigan yomg'ir suyidan boshqa daryo iqinlar nihoyat oz edi. Tog'dan kelgan sel qumliqqa kirib singib ketadi. Kishilar seldan to'liq foydalanish uchun tegan damba yasash chorasini qo'llanadi. Shunga jilg'ilar bilan jilg'ilar orasida kishilar nurg'un damba va o'stan yasagan edi. Jilg'a tog' ko'p bo'g'ashqa ayni zamonda kishilar bir necha yuz tegan va damba yasagan edi. Uning ichida eng puxta yasalgan va tafovati ko'p bo'lgan damba Ma'rib dambasi edi. Ma'rib shahri janub-shimol taraflari cho'ng jilg'a qarab ketgan bir to'pilikka joylashgan bo'lib, bu jilg'a janubdan shimolga borgan sari torlashib boradi. Sara teg'idan tushgan sel janubdagi tariyadan eqib o'tadi. Saba podshohi mushu jilg'ini bo'ylab keng ham xeyli mustahkam bir damba yasadi. Dambaning ikki tarafiga suv chiqarish o'stanglarini qazg'ozdi. Suv bo'g'ashqa bu jilg'imi munbat yerlarga aylandi. U yerda yop-yeshil ziroatlar, kishining zavqini keltirgudek bog'vorallar paydo bo'ldi. Seri qumliq yerlar maxmaldek ko'p etizlarga aylandi. Agir buguri ketgan eriq suvlari shildirlab eqib turadi. Yovuq qushlar dal-daraxtlar orasida xushal sayraydi. Mevlar shax-shig'ida sangilishib turadi. Rangarang gullar bu yana ajoyib go'zallashtiryapti. Beshida sevat ko'tirib mangdigan ayollar bog'larni orlab o'ssilar, sevatlari mevga lipmaliq to'lib ketadi. Kishilarning holi o'qiti yaxshi, daromati obdan edi. Shunga bir turkum odam sirtqa chiqib savdogarchilik bilan shug'ullanadigan bo'ldi. Ular Alloh taolo barkat ato qilgan Hijoz va Sham yezlariga ixlos bog'lab keldi. Ular bu yerlarga kelishda har qitim bir-ikki o'tang yo'l manganda Alloh taolo ularga orom oladigan joy, ta'amlik taom va ichadigan suv ato qiladi. Allohning iltifoti orqa-orqadan uzilmay bo'lib turadi. Bu hol bu mu'minlarga bu joyning haqiqatan baxtli bir makon ekanligini, Allohning marhamati zo'r ekanligini his qildiradi. Ularni Alloh taolo xalq etgan. Ular Allohga tashakkur bildirishi va hamd sana etish kerak edi. Chunki Alloh taolo ularni oshyalang'ochlikdan, vahimadan qutuldirgan edi. Lekin ular yanada ajdodlarini do'rab, ko'ni amr ma'ruflarga ching yepishib olib, ajdodlarining izida mangdi. Ular o'zlariga ziyoda ishinib ketib, oxirgi hisobda vafoga jafo qilishdek darajaga berib yetdi. Alloh taolo ularga panda nasihat qilish, ularni yomon ishlardan qo'l uzib, yaxshilikqa yuzlantirish uchun payg'ambar avatgan bo'lsa-mu, uning qilchi unumi bo'lmadi. Alloh taolo ularga azobni tetitish, osiylarning jazoga tortiladiganligini ko'rsatish hamda keyingi kishilarga ibrat qilish va kimki ulardek ashunda qilsa, qattiq jazoga tortiladiganligini bildirmoqchi bo'ldi. Tegan dambalar vayron bo'ldi. Uy imoratlar o'rildi. Jilg'a o'rmonlarni qiyo besib, etiz va malikoylarni butunlay g'arq qilibdi. Jilg'alar burunqidek jimjit, qaqas qumliqqa aylanib qoldi. Qurib ketgan va ochiq yovuchilan darxidan boshqa hech nima qolmadi. Qushlar to'zib ketdi. Bu xarobilikni faqat bu qushlarla o'laydi. Qog'i quzg'inlar qurib qaqshal bo'lib ketgan daraxtlar ustida qaqildaydi. Bu yurtning aholisi turmush manbasining uzilganligini, tunugunki jannatning qumliqqa, o'rdaning xarobiliqqa aylanib qolganligini ko'rib, chidab turolmay, hasrat nadomat va qahr g'azab ichida yot allarga sarson bo'lib chiqib ketishdi. G'assonilar Shamga, Anmarlar Yasribga, Juzamlar Tahamiga, aziyatlar Ummonga qochib berishdi. Shu chog'da ular to'limi yomon ahvolda qolgan edi. Ularning bu ahvoli keyingilarning hikoya cho'chaklari uchun material bo'lib qoldi. Ular Allohning iltifotiga erishgan bo'lsa-mu,
onu obdan qadrlamadi. Erishgan shon shuhratining hurmatini qilmadi. Shunga Alloh taolo bu osiyalarga tegishli jazo berdi. Biz faqat kufrlik qiluvchilarni jazolaymiz. Sura Saba 17-oyat. Fil qo'shoni. Padişah Zonovas ilkida Yaman Bayashat davlat edi. Zonovas padişahlık taxtiga o'ltirganda ajdodlarining shoni shavkat dunyo davlatga berilishda qiliqlardan yirgandi. O jinoyatga ilib boradigan bunda qiliqlarni yoqtirmaydi. Bir kuni Zonovas Yasribdan o'tib ketib etib, u yerdagi ba'zi kishilarning Yahudi diniga e'tiqod qilganligini, Yahudi dini aqidalarining ularning qalbida cho'nqur yiltiz tatganligini sezdi. Yahudi dinining vazixonlari Yasribni o'zlarining diniy qo'rg'ini va so'z munbiri qilib olgan edi. Ular bu yerda bir muncha ibodatxonalarni bino qildi. Bu ibodatxonalar ularning diniy faoliyat ilib boradigan cho'ng so'rini bo'lib qoldi. Shu chog'da kishilar orqa-orqadan podshoh Zonovasni izlab berib, uningga Yahudi dinining aloyidligini bayon qilib, uning qo'llashi va yordamiga erishishni umid qilishdi. Yahudi dini Zonovasning ko'ngliga yiqib, uning yuragiga pukib kelgan orzu-armonlarga mos keldi. U bu dinni yaxshi ko'rib qoldi hamda uni keng tashviq qilib, barliq arablarni uningga e'tiqod qilib, osiyalarni jazolashga chaqirdi. Bir qism arablar Zonovasga bo'ysundi. Ulardan bir munchilari uning kuchidan qo'rqib shunday qilishgan edi. Chin ko'nglidan bayat qilganlar nihoyat oz sonda edi. Zonovasning ta'siri bag'ansiri zo'raydi. Kishilar uning yovuzligidan qo'rqib, bu yangi dinga turkum-turkumlab kirishga majbur bo'ldi. Lekin Najronliklarning o'zlarining yangi dini xristian dini bor edi. Ular Zonovasning davlatiga qarshi turadi. O'zlarining xristian diniga qat'iy e'tiqod qiladi. Zonovasning qutirtishi va qaymoqtirishi bilan Najron aholilariga qarshi turmoqchi bo'lgan odamlar Zonovasning huzuriga keldi. Ular bu podshohdan Najronliklarning mahkam taqib olgan ordusini vayron qilishni, kirgili bo'lmaydigan qo'rg'onni ichib etishni, Yahudi dinini yo'qotish oldida turgan xristian dinini yo'qotib, uni mangu bosh ko'tarolmaydigan qilib etishni talab qildi. Zonovas ularning talabiga qo'shilib, bu bo'lmag'ur maqsadlarni amalga oshirish uchun butun kuchi bilan tirishdi. Ular Najronga kelib, aholilarni o'z dinidan voz kechishga majburladi. Ularning e'tiqodini o'zgarish to'g'risida buyruq tushirdi. Uning huquqi va hayvasi Najronliklarni qo'rqitolmadi. Ular o'z e'tiqodida chang turaverdi. Zonovas o'zining raqiblari borligini ko'rishni xohlamaydi. O'z diniga qarshi chiqadigan odamning bo'lishiga ruxsat qilmaydi. Shunga yo'g'on xandak qazdirib, xandak ichiga o't yoqdi. Buning Yahudi diniga e'tiqod qilmagan odamlarga beriladigan javob, o'z irodasiga xiloflik qiluvchilarga beriladigan jazo ekanligini ogohlantirdi. Lekin bu ishmi kishilarni tiz buktiramadi. Ular o'z e'tiqodida chang turaverdi. Zonovas buyruqqa xiloflik qiluvchilarni jazolash uchun ularning hammasini xandakdagi o'tga tashlab, kulga aylantiribdi. O'tdan qochib chiqib, o'limdan qutulib qolgan bir odam podshohning huzuriga berib, uningdan qo'shin avatib, Zonovasga hujum qilishni talab qildi. Podshoh uning gaplarini anglab bo'lgandan keyin, "Sening mamlakating bizga nihoyat yiroq. Shunga men Habasiston podshosiga bir parcha xat yozib beray. Uning mamlakati sizlarga yaqinroq. Uning ustiga u Yahudi diniga qarshi" dedi. Ondan Najoshiga qartib bir parcha xat yozib, uni heliq odamning intiqomini olib berishga buyurdi. Heliq odam xatni olib Najoshiga berib, Najoshiga o'z qavmidagilarning fojialik ziyonkashlikka uchraganligini bayon qilib, xristianlarning baxtsizliklari ustida hal etdi. Najoshi xristian dini nurining ashu rayonda o'chib ketishiga qarab turolmaydi. Shunga u xristianlarni o'ltirib, mol-mulklarini talon-taroj qilgan, yer zamin, zal-ziroatlarini xarob qilgan ashu odamlarni jazolamoqchi bo'ldi. Yetarlik lashkar tayyorlab, Yamanga mang'uzdi. Ikki taraf qo'shini dastlabda jangga kirishgandilar, Zonovasning qo'shini orqa-orqadan mag'lub bo'ldi. Orqada Yaman istilo qilinib, Najoshining hukmronligi o'tdi. Shuningdan e'tiboran Yaman Habasiston xristianlarining biqindi yeri bo'lib qoldi. Keyin Abraha Habasistonning hukmroni bo'lib, xristian dinining ta'sirini kengaytirishga urindi. U kishilarning Ka'bani tavob qilish uchun Makkaga borganligini ko'rib, Qurayshlar osgan gul chambaraklarni tortib olib,
kishilarni Makkadan o'z davlatiga jalb qilmoqchi va ularga o'z dinini qabul qildirmoqchi bo'ldi. Buning uchun u Sanada bir cherkov bino qildi va uni kishining ko'zini qamashtirgudek bezidi. Onunğa yana nayet həşəmətlik sərəmcəllarını tizdi. O muşunda qısım, Ərəblərini və Məkkiliklərini cəlb qıla alayman deb oylaydı. Lekin o kişilərinin yanıla ilgirki yergi berivatqanlığını, hətta Yəmənliklərinin onu közgü ilmaydıqanlığını sezdi. Ərəblər Kəbənin rəqabətçisi payda bo'lib qolganligini, özləri çoqunuvatqan butlar bilan düşmənləşidigan kişinin payda bo'lganligini bilgandan keyin qattiq g'azablanib, Abrahaning chirkovini qasddan oyoq osti qildi. Abraha buningdan xabar tepib bakmi g'azablandi. O Kəbəni vayron qilishga İbrahim alayhissalom bilan İsmoil alayhissalom bino qilgan bu muqaddas joyni chiqib tashlash, o'zining chirkovi uchun intiqom olish, kishilarni Kəbədan kechib chirkovga keladigan qilishga qasam qildi. Urush tayyorligi bitdi. Abraha oldida yo'g'on pilni mangdirib, zo'r qo'shinni boshlab, arablarning tavob qiladigan va yig'iladigan yerini xarob qilish uchun Makkaga mangdi. Arablar bu ahvoldan xabar topgandan keyin o'zlarining tavob qiladigan makonini xristianlarning vayron qilishga hargiz yo'l qo'ymaslikka qasam qilishdi. Zunafar ismli obro'li bir kishi ko'krak kirib o'tirg'i chiqib, xalqni safarvar qilib, ularning kurash irodasini urg'utdi. Yamanliklarni va boshqa arablarni Abrahaga birlikda qarshi turishga chaqirdi. Lekin u muvaffaqiyat qozonolmadi. Urushda mag'lub bo'ldi va asirga tushdi. Vaholanki Abrahaga qarshi kurash qilish buning bilan oyoqlashmadi. Arablarning kurashimi to'xtamadi. Zodi to'xtamadi, chunki g'azab nafrat ko'p sondagi arablarni o'zlarining yerim oralini qo'g'dashga undaydi. Dinini qo'llashdagi qizg'inlik ularni berib jang qilishga ilhomlantiradi. Ammo Abrahaning lashkarlari o'choqda bek kuchli edi. Abraha beshiga nusrat tojini kiyib, ko'ksiga g'oliblar nishonini taqab Makkaga otlandi. Oxir arab qabilalari uningga tiz bukdi. Qabilalarning vakillari uningga bayat qiladiganligi va bo'ysundiganligini bildirdi. Abraha bexatarlik uchun bir odamning bu zo'r qo'shiniga yo'l boshlab menishiga muhtoj edi. Yo'l boshlag'uvchi Abu Riyal bilan Abraha Mu'masga kelib tushdi. Qo'shin o'rilish bo'lgandan keyin askarlar Makka atrofidagi Quraysh va boshqa qabilalarning mol-mulkini hadab bulang-talang qilishga boshladi. Abdul Mutallib ibn Hashimning 200 to'gisini bulab ketishdi. Shu chaqda Abdul Mutallib Kabening boshlig'i bo'lib, tavobga kelguvchilarni suv bilan ta'minlash ishini qiladi. Qurayshlar va Makka aholilari Abrahaga teng kelinmaydiganligini bilib, noiloj uning bo'za qilishiga qarab turishdi. Ular ig'ir kulfat tortib qayg'u ichida turgan chaqda Abrahaning bir odami ularning orasiga kelib, Makkaning huquqi kimning qo'lida ekanligini so'radi. Ular bu odamni Abdul Mutallib ibn Hashimning uyiga boshlab kelishdi. Heliqi odam Abdul Mutallibga: "Podshohimizning aytishicha, uning bu yerga kelishi sizlar bilan urush qilish uchun emas, Ka'bani buzish uchun ekan. Agar sizlar urushimizni demasanglar, o sizlarga qurol tanlamaydi", dedi. Abdul Mutallib: "Biz qurol ishlatishni xohlamaymiz, ham uning lashkarlariga teng kelinmaymiz", dedi. "Undaq bo'lsa, sen men bilan birga berib, uning bilan ko'rishgin. U menga seni birga ilib kelishni buyurgan", dedi heliqi odam. Shunda qilib Abdul Mutallib va uning bir qancha o'g'illari, shuningdek Makkaning ba'zi aholilari heliqi elchi bilan birga Abrahaning bargohiga bordi. Abdul Mutallib Abrahaga: "Men barliq Qurayshlarning boshlig'i", dedi. Abdul Mutallib kuchlik, zafardas kishi bo'lib, noit so'zlik va tamkin ko'rinadi. Abraha uningga noit e'tibor bilan qaradi ham uni qizg'in kutib oldi. Abraha uni o'z oyog'i ostida tiz bukishni xohlamadi. Lekin Abdul Mutallibning o'zi bilan bir o'rinda o'ltirganligini Habashiylarning ko'rishini xohlamadi. Shunga u o'zi gelamda o'ltirib, Abdul Mutallibni yenida o'ltirg'izdi. Ondan nima talabi borligini so'radi. Abdul Mutallib bulab ketilgan to'gilarini qaytarib berishni talab qildi. Abraha uningga: "Men seni ko'ribla sana opirini o'qib qoldim. To'gilaringga kelsak, men uningga qiziqmayman. Men bu yerga Ka'bani vayron qilish uchun kelgan. Biroq sen bu haqda lamjim demayotsa", dedi. Abdul Mutallib: "Men to'gilarning egisi bo'laman, ammo Ka'baning egisi bor.
Onun egisi senin onu buzishingga yo'l qo'ymaydi, dedi. Meni hech qanday narsa to'siyolmaydi, dedi Abraha. Undaq bo'lsa ixtiyoring, deb javob berdi Abdulmutallib. Abraha darrov uningga tasalli berdi va uningga bir qancha to'ginini qo'shib berdi. Bu chaqda Makka aholilarining vakillari Abrahadan Ka'bani vayron qilmaslikni o'tindi va almashtirish sharti sifatida uningga Makkadagi mol-mulkining 3dan 1ni berishga ma'qul bo'ldi. U bu gaplarga pisandmi qilmadi. Har qanday to'lamni qabul qilishni murod qildi. Vakillar ummisiz oldi Makkaga qaytishdi. Abdulmutallib kishilarga jonni muhofazat qilish uchun taqqa berib yo'shirinish va baxtsizlikdan saqlanish to'g'risida nasihat qildi. Bir kuni kechida kishilar zamondan tortib yashab kelgan uy makonlardan ayrilishga tayyorlandi. Bu chaqda tog' usti va ko'chalarning hamma yerida odamlar mig'ildaydi. To'gilar burg'ulaydi. Qo'ylar maraydi. Ayollar, bolalar qiyachiya qilishib, o'rto'pi bo'lib, bakmi qalaymi qolishib ketdi. Abdulmutallib baxtsizlikdan qutulish uchun qechiyotgan kishilarning orasidan chiqib, bir qism Quraysh kishilari bilan Ka'baga keldi. Ular Ka'baning darvozasidagi halqini mahkam tutib turib, boshqalar bilan birga duo qilishga boshladi. U Allohning Abraha va uning qo'shinlari ustidan g'alaba qilishini, Ka'bani qo'g'dab qilishini iltijo qildi. Ular duo qilib bo'lgandan keyin tog' tarafga qarab mandi. Ular u yerda qaroqchi Abrahaning Makkaga qanday harakat qiladiganligini ko'zatmoqchi edi. Bu chaqda Makka odamsiz edi. Abraha Ka'bani vayron qilish uchun qo'shinlarni boshlab to'p-to'g'ri Makkaga kirmoqchi bo'ldi. Uning piyoda askarlari va fil qo'shini sapras bo'lib turganda Alloh taolo ularga eg'izlarida tosh ilib kelgan bir to'p qushlarni evatdi. Qushlar toshlarni ularning ustiga tashlab, ularning boshlarini va put-qo'llarini ezivatdi. Uning ustiga yuqumliq kasal tarqatdi. Oxirida ularning hammasi digidek jasadga aylandi. Abrahaga mu askarlarga o'xshash tosh tegdi. U qo'rqib ketdi. Askarlarning ko'p qismi yo'qolib, qo'shinning tarmar bo'lganligini ko'rib, qutulib qolgan lashkarlarga darhol Yamanga qaytish to'g'risida oldirab tenib buyruq tushirdi. Sanoga kelganda odamlari darmondan ketgan edi. Uzoq o'tmay Abrahaning o'zimi jon berdi. Shunda qilib Alloh taolo Qurayshlarning Ka'basini qo'g'dab qoldi. Ularning kuchini saqlab qoldi. Bu mo'jiza Makkaning martabasini o'stirdi. Uning aholisi o'zlarining bu shon shuhratini tirishib qo'g'dab, kamsitishga uringan va cheqilishga petingan har qanday odamga zarba berishga bel bog'ladi. Bu hol Payg'ambar alayhissalatu vassalamning hukmlarining vaznini kuchaytirdi. Chunki u isil nasabdan kelib chiqqan va qadimgi Ka'baning ta'sirida o'sib cho'ng bo'lgan edi. Bu ajoyib voqeadir. Chunki Alloh taolo ularning fil qo'shinini mag'lub qildi va arablarning yaxshi nomini tarixda qoldirdi. Shuningdan e'tiboran arablar bu voqeani tillarda daston qilib qolmasdan, balki bu kunni bayram sifatida xotirlaydigan va avlodlarni bu kunni mangu unutmaydigan qildi. Diqqat berganingizga rahmat.